Video syomkani boshladik aka-ukalar. Hammaga assalomu alaykum. Hamma yaxshi kayfiyatdagi ahvolda haftaning payshanba kuni. Namangan viloyati Pop tumani Qo'rimsaroy mol bozoridan 2026-yil 2-yil sanasi turibdi aka-ukalar. Bir qator sotilgan, sotilmagan mollarni obzorini qilib o'tamiz. Mashinalar 18 million 500 ming bo'lib tishi 6 ta. Juda chiroyli mol, yaxshi mol aka. Aka video o'chib ketib qoldi. Bitta nomer qoldirib qo'ying. Mana shu molga endi video o'chib ketib qoldi boyagi video. 94lik 93lik 640 0557 raqamlarga chiqasizlar. Tishlari 6 ta, bo'ylari 1.20 yabag'ida chiqadi. Tagi ham zo'r, tut tuchaman deydigan odamlar arzimagan pullar aka-ukalarim 18 million 500 ming savdo qilib cha qo'shsani olasizlar. Bolasi ham addenni, o'zi ham addenni aka-ukalarim 9 ga 9 hisoblab olaverasiz. Suti borda bitta sutini ichib tursanglar yaqin bo'lib qoladi hozir. Sparkli yana bitta unaqa variantlardan. Bilasizlar, Qo'rimsaroy mol bozorining arzon mol bozorlaridan bittasi Qo'rimsaroy bozori bo'ladi. Egalar nomerini imkon qadar olishga harakat qilaman. Sizlar shu orqali chaqirtirib sotib olsangiz juda maqsadga muvofiq yaxshi bo'ladi. Aka, necha pul qoldi bularni? 11 dan bermadim. 11 milliondan bermadingiz. Qisira tishi qanaqa bo'ladi? 3 ta tuqqan, 4 ta tuqqan. 3 ta unisi tuqqan, 4 ta bunisi tuqqan. Yeb-ichar sog'lomlar joyida. Bitta nomer qoldirib qo'ying. 94lik 355 ha 155 8307 raqamlarga chiqasizlar aka-ukalarim. 11 milliondan berilmadi. Mana sizlarga suti bor. 3 to'rt Mammanisi 7 ta 8 litr suti bo'lsa kerak. Mammanisini 3 ta 4 ta suti bo'lsa kerak. Aka-ukalar, mammanisi yosh nargisi bitta ish bosganmi yengil yalagan deyapti. Xullas 11 milliondan bermadi. O'shada beriladigasini nomerini olib qo'ydim. Arzon mol uchun olib qo'yapman aka-ukalar. Arzon mol qo'yamiz. Arzon imkon qadar mana savdo bo'lyapti. Yirmi 1 million 500 ming savdo bo'lyapti mana shu. Aka, bu necha pul bo'pti? 25 million. Aka-ukalarim 25 million sotilibdi. Holatlari, karobkasi yaxshi, xudo xohlasa bolasi urg'achisidan bo'lar ekan. Hatto ixchammol qidirasizlar haligi. Birinchi qorini tuqqan ixchammol qidirib yuradi-ku ko'pchilik. Mana shunaqa mol mana chiqibdi sizlar uchun. Sifatda xudo xohlasa yaxshisidan, yaxshi variantidan. Egasi ham zo'r odam, zo'r inson, o'zimiz ustozimiz bo'ladi. Uyda saqlab tug'dirib sotadigan odam. Yeb-ichari, sog'lom salomatliklari hammasi xudo xohlasa joy-joyida. Ha? Ustoz? Joy-joyidami? Hamma joyida. Sog'dirishlar ham aka-ukalarim, akaning manzillari Popda, Pop qayerda aka? Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kelaverasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yaman. Men brachka nomerini qo'yib qo'yaman, akaning telefoni ishlatmaydi. Bolasi xonajincha, kurakchi bormi, yo'qmi? Yo'q. Kuragi yo'q, buzak variantda. Necha pul qildi bozorda? 22,5 qildi, kelishamiz yana. 22 million 500 ming qildi, kelishadigan joyi bor-a? Ayting bitta nomer aytib qo'ying. 50lik 885 95 55 raqamlariga chiqasizlar. Mana shu mol kerak, bizga kim qiziqtirsa yeb-ichariga, sog'lik salomatligiga kiramiz. Addini mana shu dumiga ham e'tibor berib qo'yasiz. Dalani molligini isbotlab qo'yadi-da. Dalada yurgan mol ekan, otib qo'ygan lavosi yotibdi dumida. Shattan bo'ladi. Endi mana bu mol. Hopsiz. Baraka savdo bo'lyapti aka-ukalar. Bering aka. Aka bering. Bering aka. Necha pul? 20 million 500 ming savdo bo'lyapti. Bering. Bo'ldi, bering aka. Endi u yo'q narsa bor. Aka-ukalar, 20 qanchadagi bermagan ekan, endi u yo'q narsa deyapti. 20 million 500 ming hozirgi savdosi bo'lyapti. Aka-ukalarim, hozirgi savdosi 20 million 500 ming so'm pul bo'lyapti. Aloqaga chiqasizlar, sotib olasizlar. Endi sotilgan baraka bo'lyapti. Ularning nomerini
topib bo'lmaydi. Endi qisir g'onojillarga o'tamiz. Bozor ayni sepsilgan payti. Yana o'sha Sardorbekdan, mana Sardorbek mollarning bir qator obzorini qilib ketamiz. Bilasizlar, eng moli sultonlarni oladi, chiroyli g'onajon oladi. Tug'magan, birinchi qoringa tug'ma g'onajon oladi. Pastda yana ko'p it holatda mana 4 ta moli qoldi, to'rovni g'onajon, shiveti bor ekan. 8 oydan oshganmikin bu lozim ma'lumotini Sardorbekka o'zlasa keyin bir qator so'rab beraman. Sardorbek, nech puldan bular? Qaysi sotildi? Ha, bular sotiladiganmi? Nech pul mana bunisi mana kurtoyi? Ana shu 26,5 million kami bormi? 26 million 500 ming. Shvetchi? Shvet 27 kam bor, 25 million. 25 million. Narginisichi? 27 kam bor, 24 million. Bu ham birinchisi. Birinchisi. Bunisi 26 kam bor, buni 24 million. Bu ham birinchisi. Tashqi varianti. Zo'r variant. Bunisi ikkinchisi ekan. Bitta nomer qoldirib qo'ying. 95 million. 95lik 613 68 03 raqamlariga chiqasizlar. Mol Serob akada sotib olaverasizlar. Men buni sizga kelib qoldi akalarimiz. Hammasi 8 oylik bo'g'ozlarni yig'adi. Eng aksariyat 7 oylik bo'lmasa, bu akada pastda 8 oylik mol yig'adi. Nimaga desanglar, 8 oylik mol tez foydaga kirib ketadi. Ustoz qo'yib beraymi tutda? Xo'p. Ma'lumoti tushirishda 6 ta. Ikkinchi bola bo'ladi. Xudo xolasa nechta litr suti bor? 12 ta sutga aka-ukalar. Mana bu. Tak qarang. Sog'dirishlar, yuvoshlari o'ta yuvosha. O'ylari 120 ni yoqda chiqadi aka-ukalarim. Sifati zo'r, yaxshi variantdan, korpuslik. Bitta nomer qoldiring, mollar orqasiga o'tib bitta obzor qilib yuboramiz. 99lik 116 60 85 raqamlarga chiqasizlar, aloqaga chiqib sotib olaverasizlar. Nech pul deyapsiz? 30 nech pul qildi? 26 million 500 ming savdo ko'rgan aka-ukalarim. Mana molingiz. Sifat. Yaxshi variant. Kuchli variant. 6 dona ekan, aka-ukalarim ikkita tuqqan. Hop. Endi ola pakkisidan so'ragan aka-ukalarimga. Yaxshi variant, belini qarang. Aka, bu bo'g'ozmi, qisirmi? Necha oylik? 8 oylik bo'g'oz aka-ukalar. Sifati yaxshidan, to'g'ri yaxshi variantida. Tip tushirib olmasa yaxshi bo'ladi. Nech pul deyapsiz? 27 million. 27 millionga bermayapsiz, ha? Qo'shsa berasizmi obunachilar? Bitta nomer qoldirib qo'ying. 90lik 84 86 raqamlarga chiqasizlar, sotib olasizlar. Mana bularga nima bo'lgan? Pasha chaqanmi? Betlarni pasha chaqan ekan, agaga chiqadi, aloqaga chiqib, o'ta qo'pol mol ekan. Yaxshi variantdan 125 chiqib qolsa kerak bo'yi, taxminan aka-ukalarim. Endi ona bolani chempionidan aka-ukalarim, sifatli birinchi qoringa takki qarang. Yorib qo'yadi yelin holatlari. Tagi ham zo'r. Ha, sifat qarang. Tagi o'ta kurtoy, o'ta bagadisdan. Bolasi shvet. Nech kun bo'ldi? Bir hafta bo'lib bo'lmadi, hali kindigi ham tushmabdi. Mol birinchi qorin, kuragi bormi, yo'qmi? Ikkita. Nech sog'dirishchi? Qilta yo'q, nech litr sutga? 5 litrga, 5 litr, 6 litrga javob beraman deyapti. Sifati zo'ridan, xudo xolsa, bitta nomer qoldirib qo'ying. 93lik 640 88 79 raqamlariga chiqasizlar. Xotirjam sotib olasizlar. Mana shu yaxshi mol, xudo xolsa, sifatli mol. Instagramga qo'ymaymizmi? Qo'yavering. Sabr qilib turing. Aka-ukalar, mana shu yerda videoga yakun yasaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aka, nech pul bo'ldi? Shef. 35 million. Bolasi bu qasdan 35 million bo'ldi aka-ukalar. Ma'lumot uchun. Aka, nech pul bo'ldi? 24 million qisir holatiga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.